Bu darsimizda azizlar, collectionlardagi birinchi mavzumuz array listlarni ko'rib chiqamiz. Array listlar nima uchun ishlatiladi degan savolga javob beradigan bo'lsam, array listlar Java Collection Framework'ning bir qismi bo'lgan dinamik bir massivdir. Ya'ni biz sizlar bilan oldingi darslarda massivlarni ko'rib chiqqandik. Xuddi o'sha massivlarni rivojlantirilgan holati desak bo'ladi. Misol uchun massivlarda bizning ba'zi muammolarimiz bordi. Ya'ni bir massiv tayyorlayotganimiz yoki newlayotganimizda u massivga nechta element kiritishimizni oldindan aytishimiz kerak. Misol uchun 5 dona element kiritaman yoki 5 dona sim kiritaman sifatida oldindan sonini aytishimiz kerak edi. Buning kabi muammolarni oldini olish uchun array listlar rivojlantirilgan va yanada kengroq bir metodlar berilishi uchun array listlar tayyorlangan. Array listlar aslida massivlarni rivojlantirilgan holati desak bo'ladi. Array listlarning asosiy xususiyatlari dinamik o'lchami bor. Ya'ni oldindan biz nechta element kiritishimizni aytishimiz shart emas. O'zi yangi element qo'shganimizda sonini ko'paytirib boraveradi. Xotiradan tag joy oladi. Birinchi indeksdan keyingi indeks uni tagida sifatida, misol uchun shu shaklda katakchalarimiz bo'lsa, tagma-tag joylashtiriladi array listlar. Keyin indeks bilan ishlaydi. Birinchi kiritgan indeksimiz 0-indeks, ikkinchi kiritgan elementimiz 1-indeks kabi har bir kiritgan elementlarimizni o'zi orqa tarafda indekslaydi. Bu tarafdan bir xususiyati bor. Keyin duplicate elementlari bor. Bir xil qiymatlarni qayta-qayta kiritishimiz mumkin. Misol uchun, birinchi indeksdagini qiymatini Ali kiritib, ikkinchi indeksdagi qiymatini yana Ali kiritishimiz mumkin. Keyin xuddi shu shaklda 0 qiymatini ham kiritishimizga ruxsat beradi. Keyin generic turlar bor. Array listlarimiz generic turda ishlay oladi. Ya'ni bir list ichiga faqatgina bir xil turda bo'lgan string yoki int turida bo'lgan elementlarni olishimiz ham mavjud. Bunga yordamchi bo'ladigan qism genericlar. Aslida butun demaylikda, ko'p list turlarimiz generic turini to'g'ridan to'g'ri ishlaydi generic turida. Buning uchun array listning bir ustun tarafi desak bo'ladi bunga ham. Array listi kodlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, array listimiz Java util kutubxonasidan yuklab olinadi har doim. Misol uchun, xuddi yangi bir objekt tayyorlayotganday yangi bir array list tayyorlaymiz. Misol uchun, array list yozamiz. Misol uchun bu shaklda yozgandan keyin katta kichik qavsimizni yozamiz. Undan keyin misol uchun shu yerda ism beramiz array listimizga. Misol uchun array deb bir ism berdik va new array list deganimizda misol uchun keladi. Shu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, util kutubxonasida misol uchun yuklab oldi. Bu yerda misol uchun aytayaptiki, generic turda bu yerda bir sen tur kirishing kerak. Ya'ni bir primitiv turini kiritishing kerak. Misol uchun string, integer kabi bir tur istayapti. Ya'ni objekt turini istayapti. Bu yerda misol uchun nima kiritaylik? String turida biz qiymat olamiz sifatida bu yerga misol uchun kiritdik. Bu shaklda kiritganimizdan keyin bu yerda kiritishimiz kerak yo'q. O'zi bu yerga to'g'rilab oladi uni. Biz uni kiritmasak ham bo'ladi. Bu shaklda yangi bir array list tayyorlanadi. Misol uchun, hozir bizning qo'limizda xotirada bir array list ochildi va 15 dona katak, shu soni 15 bo'lishi kerak adashmasam, 15 dona katakni bo'sh sifatida tagma-tag bu list uchun ajratdi xotiradan. Biz xuddi shu kodni yozganimizda. Keyin misol uchun bunga yangi elementlar qo'shishimiz mumkin. Istaganimiz element qo'shishimiz mumkin. Misol uchun massivlarda qanaqa bo'lardi? Massivda misol uchun turini yozar edik, to'g'rimi? Misol uchun string deyardik. Keyin shu shaklda ochib ism berardik. Misol uchun ism var. Keyin new string shu shaklda yozardik. Bu massiv. Misol uchun shu yerda nechta element kiritishimizni yozib ketishimiz kerak. Bu bir massiv uchun misol. Misol uchun arrayda unaqa emas. Arrayda bu shaklda ochganimizda element sonini berishimiz shart emas oldindan. Bersak ham bo'ladi, lekin biz bermasdan davom etishimiz mumkin. Shu yerda misol uchun yangi bir element qo'shmoqchi bo'lganimizda array
add metodu. Array ismini yozamiz. List ismini yozib nuqta qo'yib, kerakli metodimizni chaqiramiz. Metodimiz add metodu. Add metodu yangi bir element qo'shadi. Yangi bir element qo'shadi array listimizga. Misol uchun yana bir elementlar qo'shaylik misol uchun. E'tibor beradigan bo'lsangiz, misol uchun faqat string turida element qo'shyapmiz. Misol uchun shu yerga raqam qo'sha olmayman. Chunki men boshida faqat string qiymatini oladi deb bunga ko'rsatib qo'yganman. O'shaning uchun raqam qo'sha olmayman. Faqat string qiymatlarini qo'sha olaman bu listga. Bu bizga qanday yordamchi bo'ladi? Nima uchun biz oldindan turini berishimiz yaxshi deganda, misol uchun o'sha Java dasturlash boshqa dasturlash tillariga, misol uchun Python yoki JavaScriptga qaraganda ancha rivojlangan til bo'lishining sababi tip security bo'lishi. Tip security degan narsa Javada bo'lishi aslida. Tip security nima degani? Misol uchun bir o'zgaruvchi tayyorlayotganimizda oldindan uni string turidayligini yoki bir raqam uchun o'zgarish tayyorlayotganimizda uni int turida bo'lishini belgilashimiz bu tip security deyiladi aslida. Bu tarafdan boshqa dasturlash tillaridan, ya'ni misol uchun boshqa dasturlash tillari deganda Python va JavaScriptdan ustunligini aytyapman. Chunki qolgan ko'plab dasturlash tillari ham tip security tarafdan davom etadi. Shu shaklda element qo'shishimiz mumkin. Keyin misol uchun boshqa metodlarimizni ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, keyingi misol uchun yana bir metodimiz bor. Array nuqta qo'yamiz. Listimizda ismini xato yozdik. Misol uchun nuqta qo'yganimizda qarang. Butun metodlarimiz nuqtadan keyin keldi shu shaklda. Array listga bog'liq juda ham ko'p metodlar mavjud. Bularning hammasini o'zlaring birma-bir sinab ko'rishlari mumkin. Men bu yerda muhim bo'lgan metodlarni ko'rsatib o'taman. Misol uchun indeksni xuddi addni boshqa bir ko'rinishi ham bor. Shu shaklda misol uchun add qarang. Adddan keyin shu yerga indeks bersak agar. Misol uchun indeks, misol uchun int turida bir indeks beraman. Birinchi indeksga d ni qo'sh kabi. Birinchi indeksda bizning normalda qiymatimiz bumi? Bu birinchi indeksda turibdi, to'g'rimi? Indeks birinchi indeks deb yozib qo'yish kerak. Birinchi indeks normalda bu qo'shishimizga. Misol uchun biz bu yerda aytdikki, birinchi indeksga borib d ni qo'sh. Keyin shu yerda misol uchun birinchi indeksni ekranga yozgizib ko'rsak. Sort array qanday indeksda qiymat olamiz? Uniki array.get index. Buni ichkarisiga indeksni yozgan holatda qiymatlarni olishimiz mumkin. Xuddi shuni shu yerda ham ishlatib ko'raylik. Ikki xil javob olishimiz kerak. Misol uchun bd. Bu yerda misol uchun b yozdi. Nega? Chunki bu yergacha bo'lgan qiymatda birinchi indeksda b raqam qiymati turgandi. Misol uchun bu yerda dan keyin misol uchun birda biz d ga o'zgartirdik qiymatini va birda bu yerda qayta olganimizda d ni ekranga yozdi. Shu yerda misol uchun ikkinchi indeksni yozgizganimda men misol uchun sort array 2 qilganimda va shu ikkinchi indeksni sizlarga ko'ra misol uchun shu yerga ikkinchi indeks yozib qo'yaylik, tushunarli bo'lishi uchun. Ikkinchi indeks misol uchun qarang. Yozganimda misol uchun ikkinchi indeks b sifatida ko'rsatdi. Bu yerda nima qilyapti aslida? Shu d ni olib borib birinchi indeksga yozdi, shu oraga joylashtirdi va uchinchi indeksga b ni yozdi, b ni j ni keyin bir indeks. Ya'ni shu yerdan bir pastga surib qo'ydi. Shu shaklda. Shunday tablomiz bor bizda va katakchalar bor. Misol uchun biz qo'shganimizda borib ikki katakchani o'rtasiga qo'shadi. 0 va 1 ni o'rtasiga qo'shib yangi bir birinchi indeksda qiymat tayinlanadi va oldingi birinchi indeksdagi ikkinchiga, ikkinchi, uchinchiga kabi bir pastga surilib qoladi. Bu shaklda ishlaydi misol uchun. Agar shu yerda 2 ni yozganimda juda ham ko'rinardi. Uni ham yozgizib ko'rsataman. Misol uchun get 2 yozganimda bu yerda j yozar edi. Nega? Chunki qiymatimiz bir pastga nima deydi? Surilib qoldi. Ya'ni bu metodimiz addni bu shaklda yozganimizda set qilmaydi, ya'ni tuzatmaydi qiymatini, o'zgartmaydi. Shunchaki oraga qiymat qo'shib qo'yadi. Set metodimiz ham bor. Array list
Set metodumuz ham bor. Array listimizda misol uchun array qilib nuqta set yozib misol uchun set metodimizni chaqirganimizda qarang, qaysi indeksni tuzatmoqchimiz? Biz birinchi indeksdagini, qarang, birinchi indeksimizdagi qiymatni s sifatida o'zgartirmoqchimiz. Bu yerda bir pastga surilmaydi. Borib birinchi indeksni qiymatini shunchaki o'zgartiradi. U birinchi indeksda oldin turgan qiymatni o'chirib tashlaydi. Misol uchun bu shaklda yozgizganimda qarang, bu yerda qanday ekranga chiqadi, shularni yozib o'taman. Misol uchun b yoziladi. Shu yerda bu yerda misol uchun b yozadi. Bu nima yozardi? C yozadi. Keyin misol uchun bu yerda nima yoziladi aslida? E yoziladi. Bu ham kommentariya. Bu yerda nima yoziladi? Bu yerda yoziladigan harf B bo'ladi. E, B sifatida ekranga yoziladi. Qarasak, D yozilmaydi umuman. D'ni chunki xotiradan o'chirib tashlagan bo'ladi. Set aslida borib o'sha ko'rsatgan indeksimizda qiymatni o'chirib, uni joyiga yangi bir qiymat yozadi. Etni bu shaklda yozganimizda, bu indeksdagi qiymatni dan bir oldinga yangi bir qiymat yozib, uni bir pastga siljitib qo'yadi. Bu ikki metodimiz orasidagi farq bu. Get metodimiz aytgan ko'rsatgan indeksimizdagi qiymatni oladi. Hop. Keyin misol uchun remove bor. Remove indeks bo'yicha element o'chiradi. Remove metodimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu yerda misol uchun shu yerga array remove 1 yozganimizda birinchi indeksdagi qiymatni o'chirib tashlaydi. Va shu yerda birinchi indeksni yozganimda qaytib ekranga birinchi indeksimizda bizda hozir qiymatimiz e turgan. Misol uchun en o'chirib tashlasam, eng oxirida bir tepadagini yozadi misol uchun. Yana b ni yozadi. Nega? Chunki biz birinchi indeksdagini qiymatini o'chirib tashlaganimizda ikkinchi indeksdagini qaytarib b ni joyiga olib kelib qo'yadi. Xuddi shuni teskarisini qilgandek. Keyin size bor. Size metodimiz bor. Ham juda muhim metodlarimizdan biri. Size metodimiz array listimizni o'lchamini, ya'ni nechta elementi borligini ko'rsatib turadigan bir metod hisoblanadi. Misol size metodi qilganimizda bizga qiymat olib keladi asli. Buni ham ekranga yozgizsak ko'rishimiz mumkin. Misol uchun shuni shaklda shuni ichkarisiga olamiz. Buni o'chirib ekranga yozganimizda misol uchun nechta elementimiz bor bizda hozir? Nechta elementimiz bor ekan? 3 dona elementimiz bor ekan. Misol uchun 1, 2, 3 element bor. Shu yerda yangi bir element qo'shdik. 4 dona bo'ldi. Bu yerda tuzatish qilganimiz uchun element soni o'zgarmadi. 4 dona bo'ldi. Shu yerda bir dona elementni o'chirib tashladik. Va yana 3 dona qoldi va ekranga ham 3 sonini yozgizdi. Keyin yana bir boshqa metodimiz bor. Xuddi remove'ni biroz boshqacha ishlatish shakli bor. Bu safar misol uchun remove oldin indeksga ko'ra, shu yerda indeksga ko'ra qiymat o'chiryapti. Endi objektga, ya'ni biz qiymat bersak, qiymatga ko'ra ham o'chirish mumkin. Misol uchun array deb d qilganimda borib d qiymatini o'chirib, biz d'ni bu yerda o'chirib tashlaganligimiz uchun, shuning uchun b ni o'chirib tashlayman misol uchun. b ni o'chirib qayta ekranga yozsam, ekranga nima yozay? Birinchi qiymatni yozganimda misol uchun bu safar c yoziladi. Nega? Chunki b ni ham ekrandan, xotiradan olib tashladi. Misol uchun ekranga c ni yozdi. Bu qiymatga ko'ra remove qiladi. Qiymatga ko'ra remove qiladi. Bu indeksga ko'ra. Bu indeksga ko'ra. Ikkalasi ham misol uchun metod ismi bir xil, lekin parametrga qarab o'zgaradi. Bu yerda misol uchun aslida nima bo'lyapti? Shu add metodida va remove metodlarida bir overloading bor. Misol uchun overloading, ya'ni metodga ko'p yuklanish bor va o'sha misol uchun kirgan parametrimizga qarab ish bajaryapti. Ism bir xil, lekin bir xil joydan chaqiryapmiz, lekin metod boshqacha ish qilyapti. Sababi metod overloading. Buni o'tgan mavzularimizda ko'rganligingizda. Keyin containers bor. Bir array listimiz ichkarisida bir elementni bo'lib yoki bo'lmaganligini tekshirib beradi. Misol uchun qilib shuni shu yerga olib tashlaymiz va containers deganimda misol uchun
deymiz. Qarang, obyekt kirasan deyapti ichkarisiga. O'zi misol uchun parametrlar ko'rsatib qo'yadi. Qaysi parametr tekshirmoqchiman? Misol uchun B bor yoki yo'qligini tekshirishni istayapman men. B'ni shu yerda o'chirib tashladik. Biz o'shani tekshirishni istayapman. Yanimda misol uchun false berdi, ya'ni B qiymati yo'q. Chunki biz B'ni bu yerda o'chirib tashladik. Keyin clear bor. Clear metodimiz bir array list ichkarisidagi bütün elementlarni o'chirib tashlaydi. Bu clear metodimiz. Misol uchun array yozganimizda array nokta clear yozsak, misol uchun bütün metodlarimizni bütün qiymatlarimizni o'chirib tashlaydi. Keyin empty bor. Shu misol uchun is empty bor. Mana ko'rsatay. Uni ekranga yozganimiz yaxshi. Sort array nuqta is empty, ya'ni list bo'shmi degani. List ichida element bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. Element bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. Misol uchun. Xo'sh, bu yerda javob nima bo'ladi? True bo'ladi. Ekranga yoziladigan narsa, chunki biz bu yerda bütün elementlarni o'chirib tashladik. Misol uchun eng oxirga true yozdi, chunki bu yerda hammasini o'chirib tashladik. Agar shuni o'chirib qo'yganimizda, shu kodni o'chirib qayta ishlatganimizda false yozadi, chunki ichida qiymat bo'ladi. Misol uchun false yozdi. Array listlar bu shaklda. Keyin array listning yana bir boshqacha yozilish shakli ham bor. Shu yerda aslida. Biz misol uchun sizlarda shunday savol bo'lishi mumkin. Har doim bu shaklda turini berishga majburmizmi? Turini bermasak ham bo'ladi. Shunchaki shu yerga list yozib, misol uchun stringni o'chirib tashlaymiz. Import utildan. Bu ham listimiz ham utildan keladi aslida. Chaqirib olsak bo'ladi bu shaklda. Keyin bu yerdan misol uchun nima bo'ldi? Siz generic bo'lmagan turlarni ham yordam beradi. Modotda indifda expected bir raqamni qo'shsam ham xato bermasdan ishlash kerak. Illegal start of type. Bu yerda aslida listimizni qabul qilish kerak. Nega qabul qilmadi? Aslida normalda qabul qiladi bu. Bu shaklda chaqirganimizda turini bermasak ham bo'lardi. Nega bizdan turini istayapti? Bu shaklda yozib bo'lmaydi, lekin shu shaklda yozib bo'ladi. Uzr. Bu shaklda yozganimizda, misol uchun shu turini alohida yozsak bo'lardi. Misol uchun, chunki biz interfeyslar collectionlar birinchi bo'limi interfeyslar degandik va array list bu list interfeysidan meros olgan holatda yaratilganligi uchun shu boshida turini list shaklida ko'rsatishimiz mumkin edi. Bu shaklda keyin shu yerdagi element biz list ichiga farqli turda element ham kiritsak bo'lardi. Bu yerda misol uchun tur yozmaganimizda agar beryapti. Shu yerda object yozsak agar bo'ladi. Object yozsak ishlayapti. Misol uchun shu yerga raqam kiritib ko'rganimizda xato bermaydi. Buni sababini tushuntiraman hozir. Bu shaklda ishladi. Buni sababi object yozdik, misol uchun primitive az avval turini bermaganligimiz uchun xato berdi. Bu yerda object yozdik. Object degani o'zi bütün turlar, ya'ni int, string hammasi bo'lishi mumkin. Object bir obyekt bo'lsa bo'ldi, sinf ham bo'lishi mumkin. Aslida har xil turda kiritishi mumkin. Object hammasini ko'rsatib turadigan bir nima deydi? Sinf sifatida tushunishingiz mumkin. Bu shaklda yozsak agar har xil ma'lumotlar kiritsak bo'ladi. Xo'sh, keyin boshqa aytadigan narsa bormi? Endi array list haqida uni ko'rsatdim.
Keyin yana shunaqa narsa bor. Buni ham aytib o'tib ketay. Xotiradan dedim 15 dona joy katak ajratadi dedim. Birinchisida keyin misol uchun 15 tadan ko'p element kiritganimizda xotirada ajratgan joyi to'ladi. RAMdan ajratgan katakchalar soni to'ladi va yangi katakchalar kerak bo'ladi. O'shanda bu oldingi 15 tani kopyalab xotiradan boshqa bir joyga toshib va uni tagidan yana bo'sh joy ajratadi. Misol uchun 15 ta yo 10 ta yana bo'sh katakcha ajratib, yana to'ldirishda davom etaveradi. Bu shaklda ishlaydi arraylistimiz. Har doim tagma-tag turishga majbur. Nega bu yerdan toshyapti? Toshishining sababi shu. Misol uchun biz bir ilovani ishlatayotganimizda xotiradan foydalanamiz. O'zi RAMdan foydalanganimizda boshqa bir ilova ham ishlayotgan bo'lishi mumkin va u bu lista tagida 15 ta katakchadan keyin misol uchun bu yerda katakchani ishlatish mumkin. Ishlatib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda tagma-tag 15 joy topa olmaydi va boshqa joyga, bo'sh joyga topishga kerak bo'ladi. O'shaning uchun yangi bir joyga o'tib 15 yoki 10 dona katakcha ajratadi. Bu aytayotgan raqamlarim 15, 10 aniq raqamlar emas. Yani bu shunchaki tushuncha bo'lishi uchun aytyapman sizlarga. Keyin misol uchun oldindan bunga nechta element kiritishni ham ko'rsatsak bo'ladi. Shu yerda misol uchun 3 dona element kiritamiz. Misol uchun 2 dona element kiritamiz sifatida ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun capacity buni kapasitesini nechta bo'lishini bu shaklda eng boshda ko'rsatib qo'ysak bo'ladi o'zimizda. Hozir bularga aytgan raqamlar sifatida shu xatoni o'chirib qo'yaman. Keyin boshqa aytadigan, beriladigan ma'lumot yo'q. Aytganimdek, bu arralistimizga oid qolgan metodlarni hammasini bu shaklda ishlatib sinab ko'rishlaring mumkin o'zlaring. Arralistimiz bu azizlar biroz uzun bo'ldi darsimiz, lekin barcha muhim narsalarni aytdim deb o'yladim. Keyingi darsda ko'rishguncha azizlar, darsimizni bu yerda to'xtatamiz.